Ruhul Qudus, Jabroil. Bu kishi Ruhul Qudus. Quddus demayapti-ku, Ruhul Quddus demayapti. Chunki Al-Quddus huvallohu taala. Allohdir Al-Quddus. Men ajablanaman, bugun Quds haqida, Baytul Maqdis haqida kitob yozib, odamlarni Baytul Maqdis haqida o'ylamaydiganlikda ayblaydigan odamlar Quddus deyapti hali ham. O shaharning ismi Quddus emas. O shaharda ismi Qudus. Tashdid yo'q bu yerda. Buni doim aytaman, lekin hech kim buni to'g'rilamaydi. Quddus haqida ma'ruza qilyapti. O'zini bu shu borada olimman deydi. Lekin Quddus deydi. Al-Quddus huvallohu taala. O shaharda oti esa Baytul Maqdis yoki Quds deyiladi. Mana bu yerda Jabroilning ismini ham Ruhul Quds dedilar payg'ambar islom. Quddus demadilar. Jabroilni Ruhul Quds deyaptilar.